Assalomu alaykum Toshkent. So'zni tinglash kerak. Men mana yerda o'zimda uyda yurgandek sezdim, rahmat. Kelgandan kutib oldi. Mana bola o'yladi. Mana boladan so'ragan negizi. Bo'yni o'z bolaga bergan. Сөйткенде kimmen chiqqim keladi degan. Erkevan to'xtarmen dedi bu. Bu meni o'zining istoriyasini yozgisi keldi. A men buni o'zim istoriyama yozib ketdim. Bu o'yladim, какой-то aktyor Qozog'istondan kelgan. Bizda любой odam razzorat bilmaydi-ov deyman. Qanday rahmat. So'sin. Nega? Yerga bilan qaydasan deyverasizlar. Davay, menda aytayim. Qalay bo'ladi ekan bu? Menda sezib ko'ring. Gol qaydasan! Va mana ketdi face to face. Hozirning o'zida uyushtiriladi. Shunday bo'lishini biroz avval ham taxmin qilgan edik aslida. Menimcha bu hikoya MMA olamida boksdan ekan, bilmadim. Tashkilotchilar kerak. Qaysi promouterlik kompaniyasiga ketish kerak. Я уж подрался. MMA olamida bo'lsa tushunarli. Зия, rahmat за вечер, за сегодняшний. Следующий, если с голдом организуешь, будет прекрасно. Нам не важно, где драться. Нам главное показать людям, что я могу, что он может. Seni kutib, sochlarim oqarib ketdi. Sochimni kestirdim sen uchun. Navbatchang bo'ladi endi. Toshkentda aytishuvmi? Mana haqiqiy yakunlandi.